Offline'ga video chiqadigan bo'lyapti lekin. Offline borgan sari dangasa bo'lib ketyapti aka. Offline'ga video chiqardi ham video chiqarmayapti. Men ham ko'rardim videolarini. Qanaqa gaplarim qiziq bo'libdi ekan, qanaqa memlar ishlatsam bo'lar ekan deb offline'ni ko'rardik. Lekin pul ularni o'zgartirdi akalar. Mana. Men seni topdim ha. Yaxshi kelganda mana o'sha kod. Oka iltimos. Yana mendan nima xohlaysiz ayting. Okajon jala. Adam bo'ldi. Pulga o'chdik, dog'alab pulga o'chdik. Onam Dimotida qo'rqmayotganini bildirib qo'ying. Yoningizga tushaman hozir. Pastga tushib olgan, allo. Bilmayman, allo. Mana eshitdingmi turibdi katta bu. 2 hours later. Voy, zona yugurdimi? Ёбаный в рот. तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए Voy, chichvordimmi? Rostdan chichvordimmi hozir? Yo, chichvormanman. Yes! Alloh o'lib ketdi. Nomard chalqasi o'lib ketadi ekan. Давай TikTok reaksiyaga chotki. TikTok reaksiyaga chotki. Nima TikTok reaksiya o'ldirib tashlashim kerakmi? Hozir ko'ramiz. Muflan shu tamsa TikTok reaksiyaga qarang sizga video. Okay. What you know about rolling? Ya uka chichiyording. Kechqurun menga qanaqadir o'yin topib olgan bu. Ana o'yin tavba qildim, astag'firulloh. Ya g'alati o'yin topgan bular. Ana elitlar birga o'ynaydi-da, men ko'rdim. Ana qiyalong'och yugurib yuradigan odamlar o'yini bor ekan. O'yinning nomini bilmayman. Ular shunaqa o'yin o'ynashni o'rganyapti bular, ablahlar. Bu yoqda erkaklar ham qiyalong'och yugurib yurar ekan, o'yinda ayollar ham tavba qildim. Qiyalong'och yugurib yurar. Endi ana to'liq qiyalong'ochmi desanglar, uni bilmadim akalar. Men u joyni qaramadim, to'g'risi qanchalik qiyalong'ochligini, lekin erkak personajni o'ynagan paytda ko'rdim. Ana nima bu? Ana dedim. Ana nima bu? Ana narsa bor. O'sha nima dedim? Sen bu o'yin dedim. Shu o'yinni o'ynab, xayoli buzilib, mana kontent ham qilmay qo'ydi. O'zgardi akalar. Yoki streamlarimiz oldingidek qiziq bo'lmayaptimi akalar? Shunaqa yo'xshaydi. Kenyaz rasmini tashlab oldi. Ye rahmat. Ha, siz ham o'ynar ekansiz-a shuni. Elit bilan muflan ham o'ynaydi-da bu o'yinni bu. Hozirgi yoshlarga nima bo'lyapti akalar bu? Mahallaga qarayapti. Hokimiyat qayerga qarayapti? Televideniye qayerga qarayapti? Nima qilyapti? To'g'ri qilyapsizlar. Biz bolaligimizda, biz yoshligimizda bunaqa o'yinlar bo'lmasdi. Biz
madaniy insonlar bo'lgan. Bizning davrimizda unaqa narsalar umuman bo'lmasdi. Umuman yo'q bo'lgan unaqa narsa. Umuman bo'lmagan. Faqat diskotekalar bor. Anaqa. Da, GTA o'ynardik biz. Lekin men GTA o'ynaganman. Tog'amning uylariga borganimda kompyuterda GTA o'ynardim. O'sha bitta joy bor, o'sha yerga borsanglar, opa raqsga tushib berardilar. Biz davrimizda unaqa narsalar umuman bo'lmasdi. Barmoqlaringiz ozgina bo'lsa ham uyalmadim aka. وبالنهار